Mingbuloq yuragi san'at bilan uradi. Mingbuloq tarix va madaniyat uyg'unligining yorqin timsoli. Bu zamin azaldan mehnatkash, san'atsevar xalq bilan mashhur bo'lib ketgan. Bugun esa bu yurt yosh iste'dodlarni qo'llab-quvvatlash, ularning ijodiy parvoziga qanot bo'lish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Aziz ota-onalar, siz farzandingizdagi san'atga bo'lgan noyob iste'dodni angladingiz va mana shu iste'dodni yanada rivojlantirishni istaysizmi? Unday bo'lsa, sizlarga Mingbuloq tumanida joylashgan 2-sonli bolalar musiqa va san'at maktabini taklif etamiz. Darslar malakali ustozlar tomonidan olib boriladi. Bu yerda bolajonlar quyidagi yo'nalishlar bo'yicha tahsil olishadi. Fortepiano, skripka, milliy cholg'ular, an'anaviy xonandalik, estrada xonandaligi, tasviriy san'at, amaliy san'at, va xoreografiya yo'nalishi bo'yicha tahsil olishadi. Farzandingizni san'atga oshno eting. Chunki musiqa bu nafaqat ijod, balki tarbiya, tafakkur va yurak tilidir.